الحمد لله الذي أمر بالحياء والستر وجعل الحجاب رمزا للطهارة والعفة، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيت زوجها هتكت ستر ما بينها وبين ربها. رواه مسند أحمد. حجاب ayolning hurmatidir, iffat hayosing davlatidir. Bu dunyo o'tkichi bo'lgandir. Hijob iymonning ne'matidir. Rabbul Alaminni hamd va tavsifidan so'ng ulug' payg'ambarimizga durud va rahmat. Ulug' payg'ambarimiz savg'otini hayat akamlariga va siz o'lkadosh aziz inog'alarga taqdim aytaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Hurmatli inog'alar, hijob birinchi qonun axloqiy va dinidir. Ko'p mazohiblarga va ko'p dinlarga hijobning xos joyi bor. Islom qarashlidan hijob na tanho bir pardayki o'zni yoshirmoq, boshni yoshirmoq, a'zoni yoshirmoq, balki taqvoning namunasidir. İnsanlarning izzati, iffati, hayosi hisob bo'linadi. Shu uchun xohlayman bir muhim masalaga ki jamiyamizning niyozi bor, millatimizning niyozi bor, ayollarning niyozi bor. Ya'ni Allohning buyrug'i, Rasulullohning buyrug'i, jannatga kirishning muqaddamasi borasida hijob islomining bugundagi zamonda zaruriyatlik borasida so'zlamoqchiman inog'alar.